Kecha bozordan sapochka olganman. Paltolarimga moslab. Sapochkalarimiz. Ro'mol tikib oldim. Koftali ro'mol. Shunday kiyib olasiz. Bo'ldi. Ko'kraklarda ham yopib turadi. Tor ko'ylaklar kiyolmayotgandim. Ya'ni katta ro'mollarni palto bilan o'ralmayotgandim. Kecha ikkita shunaqa ro'mol tikib olganman o'zim. Buni ustidan shapka kiysa ham bo'ladi. Qalay chiqibdi, mashalloh chiqibdimi? Endi hozir paltochamizni kiyamiz. Mana shu ro'molni ham qo'shib berishdi. Mana. Endi paltoyim bilan sapochkam bir-birini yaxshi o'qidi deb o'ylayman. Ko'ylagim ham. Ko'ylakda har doim mana shu joyga qiynalardim. Yaxshi bo'ldi, yopdi. Endi ishga ketyapman. Kayfiyatlar yaxshi.